Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıka Roza Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2021 yıl 10. ayının 14. günü hürmetli vatandaş. Vaziyetten gep elsaq tününkü vaziyet yok, gördünüz mü? Afsus deyimiz. Tününkü vaziyet yok, vaziyet bugün bir keçidi özgerdi. Bunun sebebi Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin Cungo'nun Tayvan'ı kurallık koç bilen birleştirişiye, birlikte keltirişiye karıştırdı. Nait çıraylık söz bilen karıştırdı. Dedi ki Cungo'nun iktisadı hazır Amerika'nın iktisadının alıp gitti. Demekçi ki hazır dereceden taşkırı çoğun devlet buluş qarab ketivatkan Cungo nemişki Tayvan'a kural gücü işletmekçiydi. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden muşu Aqsarayga kirgan 20 yildan ortiq vaqt ichida bo'libmi yaqinda 10 ayning 6 kuni Shvetsariyaning Syurix shahrida o'tkazilgan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat bexatarligi komitetining maslahatchisi Jack Sullivan bilan Jungoning diplomatiya ishlariga mas'ul amaldori Yang çiviler ötküzülgen söhbetten aldı keynide Amerika Qo'shma Shtatları nurg'un meselelerde yol koydu. Hatta Uygurlar doğrusida kelimat meselesi har qandaq devletler şundaq tanlashga uchraydi. Onundan başka men önce biz baştan tatip sözlep geldik. Amerika Qo'shma Shtatları bilan Jungo o'tirisida munosabatlarni taqishadigan termometr dedik. Endi bugünlerden o men bence onu koyup etti. Mine demek şu bağınım Amerika Qo'shma Shtatları hükümeti şu derecede yol koydu. Tayvan boğazıda ciddilik payda kılma. Tayvan boğazıda uruş qo'zg'aydigan ishni qilma. Mushundaq paytda Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin Jungo'nun Tayvan'ni kurallık birlik keltirişine karıştırdı vatandaş. 10. ayının 11. günü Rusya'da Xitay bilen birleşip suikast planlayotgan Rusya Bolşevikler Partisi'nin idare organ cemiyetlerine peçetledi. 11. günü. Bugün 13. günü Tayvan boğazıda kural işletişine ruhsat yok. Jungo hükümeti. Vesselam. Tügüdü vatandaş. Biz bunu muhakemede görürüz. Şuna münasebetli kaldı bugünkü bir leksiyan evvel silahı tapşıraylı. Leksiyan bunda vatandaş. Prezident Joe Biden bilen Reis Xi Jinping uçuruştum burun. Dikkate. Prezident Xi Jinping iki devlet nazariyesini ottırıp gelip çıktı. Tayvan alimleri belki Amerika yol koygan buluşu mümkün. Değişti. Mavzulu haber 10. ayının 14. günü Twitter beti ilan kılındı haber. Mundaq başlandı. Prezident Xi Jinping qo'shiqda bir nutqida. Twitter beti prezident demeydi. Xi Jinpingni men qo'shib qo'ydim prezident degan so'zni. Prezident Xi Jinping qo'shiqda bir nutqida Junxo Mingo bilan Junxo Xalq Cumhuriyati bir-biriga qaram davlatlar emas. Deydigan iki devlet nazariyesini o'ttirib gelip chiqqanligi ishga qirg'oq Jungo Tayvanni titratdi. Bu to'g'rida Tayvan olimlari mundaq hisobladi. Suhbat bayon qilish vaqt nuqtasi Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinping ekran suhbati o'tkazishning orpisiga to'g'ri keldi. Xi Jinpingning nutqi belki Amerika sukut qilgan bo'lishi mumkin. Jungo bilan bo'lgan suhbatga dastak tayyorlab, majburlab qistab kelish va murassalashish makonini ko'paytirishni, kengaytirishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Shanghai yana Hong Kong Junpingshi, ya'ni Junping agentligi bunda xabar qildi. Xi Jinping qo'sh oktyabr bayramida so'zlagan nutqida
Cunhua Mingo bilen Cunhua Halk Cumhuriyeti herkes bir-biriga qaram devletler emas. Dep ta'kidlab ko'rsatganligi Beijing tarafdan ikki davlat nazariyasini qip yalang'och bozorga solish deb tanqid qilindi. Tayvan Zhongshan Universitetining professori Yuan Heling mundaq ko'rsatdi. Bu nazariyani sobiq prezident Li Dengxoyning ikki davlat nazariyasining yükseltirilgan nusxasi deyishki bo'ladi, chunki Sayyin bilan ikki qirg'oq bir-biriga herkes qaram emas. Yoki bir-biriga bo'ysunmaydi, bir-birining bo'ysunishida emas, boshqarishida emas, bir-biriga taalluq emas degan ma'noda qaram emas deb ko'rishdi. Hatta ikki Cunhua atalg'usini bir-biridan ayirib etdi. Cunhua Mingo, Cunhua Halk Cumhuriyeti. İkki Cunhua Kompartiya ağzıdaki Cunhua, Komintang ağzıdaki Cunhua, ikki Cunhua'nı bir-biridan ayırıp etdi. Şuna bu qatam Sayyin ve ikki davlat nazariyasini o'ttirib qo'ydi desek, aşırıb etganlik bo'lmaydi. Professor Yuan Heling mundaq ko'rsatdi. Amerika prezidenti Sayyin ve hükümetining harakatlarining orqasidagi qalqonmi emasmi? Amerika bu işte manfaatga erishimdi yo'q. Nima degan gap? Tayvan masalasida Amerika manfaatga erishimdi, erishmamdi debmi savol qo'ydigan ahmoq bormi bu dunyoda? Hay. Xitoydanglar. Shuni qarash kerak. Bu qatim prezident Sayyinning sazgör siyosat e'lon qilishiga yo'l qo'yishi, balki buni qo'llashga vakillik qila olmaydi. Ya'ni prezident Sayyin yuqoriqada nutq so'zladi. So'zlagan masalada ikki davlat nazariyasini o'ttirib olib chiqdi. Buni qo'llashdan direkt bermaydi yoki uning vakillik qila olmaydi. Mushundaq so'zlash huquqini elish degan gap. Amma Jungo bilan bo'ladigan suhbatning boshlanish vaziyatini yarata oladi. Demak, Sayyin prezident Sayyin Tayvanda ikki davlat nazariyasini elib chiqdi. Deb bunga keltirilgan sabab prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinping ekran suhbati yil oxirigacha ekran suhbati o'tkazdi deyil. Şunun harpsida, ekran suhbatining harpsida ikki davlat nazariyasi o'ttirg'i chiqdi. Tuvanda tahlil qilamiz, hurmatli vatandoshlar.